Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun yurtimizda davlat xizmatida bo'lgan rahbar ayollar gender siyosati Germaniya yondashuvi va Latviya tajribasi asosida katta konferensiya tashkil etilgan. Ushbu konferensiyada Germaniya va Latviya davlatlaridan yetakchi mutaxassislar biz rahbar ayollar uchun o'zlarini bilim, ko'nikma, tajribalarini o'rtoqlashmoqda. Taraqqiyot va ta'lim media platformasini kuzatishda davom eting. Biz bilan birga bo'ling. Bugungi ilmiy-amaliy konferensiyamiz davlat boshqaruvining muhim strategik yo'nalishi doirasida o'tkazilmoqda. Xususan, ayollarni davlat boshqaruvidagi o'rni, hududlarni iqtisodiy, ijtimoiy rivojlantirishda xotin-qizlarning roli va aynan ayollarimizni davlat xizmatining barcha bosqichlarida teng imkoniyatlar bilan kafolatlash masalalari yuzasidan ma'ruzalar, qizg'in muhokamalar, bu o'rinda ilg'or xorijiy tajribalarni o'zaro almashish yuzasidan mazkur tadbir tashkil etildi. Ta'kidlashimiz joiz, bugungi kunda boshqaruvga xotin-qizlarni jalb etish nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyodagi eng dolzarb masalalarimizdandir. Chunki aynan jamoada gender tengligi ta'minlansa, qarorlar yanada sifatliroq, ish faoliyat samaradorligi yanada yuqoriroq bo'lishi ijtimoiy tadqiqotlar asosida isbotlangan. Shu o'rinda mazkur ilmiy-amaliy konferensiyani ahamiyati shundaki, biz ikkita panel muhokamalardan iborat bo'lgan ilmiy-amaliy konferensiyani tashkil etdik. Birinchi panel sessiyasida bevosita xotin-qizlarni boshqaruvdagi roli va ularni huquqlarini ta'minlash borasidagi qonunchiligimiz sarhisob qilinadi. Va ikkinchi panel sessiyasida esa aynan amaliyot yuzasidan, ya'ni qonunchilikni milliy implementatsiya qilish jarayonidagi yutuqlarimiz, shu o'rinda kamchiliklarimizni ham bevosita sarhisob qilishni maqsadini ko'zlaganmiz. Va aynan tadbirimizda bugun Jahon banki, Yevropa iqtisodiy hamkorlik tashkiloti va ko'plab xorijiy tashkilotlarning vakillari O'zbekiston bo'yicha amalga oshirgan o'zlarining tadqiqotlari yuzasidan xulosalarini va aynan xalqaro standartlar bo'yicha ular nazdida bizdagi mavjud kamchiliklar yuzasidan va ularni bartaraf etish bo'yicha o'z tavsiyalarini berishadi. O'z navbatda yo'nalish doirasida keyingi strategik qadamlarni belgilashda, keyingi vazifalarimizni o'zimizga belgilab olishda aynan xalqaro tashkilot vakillarining fikrlari, taklif va mulohazalari ham biz uchun juda ham muhim hisoblanadi. O'z navbatda kontingentga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bugungi ilmiy-amaliy konferensiyaning ishtirokchilari vazirlik idoralarining mas'ul vakillari bilan bir qatorda fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalari. Tom ma'noda aytishimiz kerak, yangi O'zbekistonda davlat xizmati bu o'z navbatida xalqqa xizmat qiladigan, xalqqa yaqin bo'lgan davlat apparatidan iborat bo'lishi kerak. Aynan bugungi tashkil etilgan muhokamalar maydonida biz mana shuni yaqqol misol tariqasida ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bevosita panel muhokamalaridan so'ng aynan bizning ishtirokchilarimiz, qatnashuvchilarimiz bevosita mas'ul rahbarlarga, xorijiy tashkilot vakillariga o'zlarini qiziqtirgan savollarni berish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Ta'kidlashimiz kerak, so'nggi yilda O'zbekistonda ushbu yo'nalishda amalga oshirilayotgan jadal islohotlar sababli O'zbekiston dunyoda gender tengligi tez rivojlanayotgan top 5 ta mamlakatlar qatoridan joy oldi. Va bu o'z navbatida yurtimizda qabul qilingan 40 dan ortiq normativ huquqiy hujjatlar va yo'nalish doirasida amalga oshirilgan islohotlarning yaqqol namunasi desak mubolag'a bo'lmaydi. O'z navbatida mazkur konferensiya doirasida biz ham boshqaruv samaradorlik agentligining ushbu yo'nalish doirasidagi tizimli ishlarni sarhisob qilamiz. O'z o'rnida aynan davlat fuqarolik xizmatiga xotin-qizlarni jalb etishdagi yutuqlarimiz. Statistik ma'lumotlarni keltiradigan bo'lsak, bundan 5-6 yil avval O'zbekistonda davlat xizmatiga kirib kelayotgan xotin-qizlarimiz atigi 5-8% ni tashkil etgan bo'lsa, endilikda boshqaruv samaradorlik agentligi tomonidan yo'lga qo'yilgan ochiq tanlovlar sababli hozirda tanlov g'oliblarimizning qariyb 34% ni xotin-qizlar tashkil etyapti. Bu degani davlat xizmatiga kirib kelayotgan yangi davlat xizmatchilarining 3 tadan har bittasi ayol kishilardir. Shu o'rinda o'z navbatida xotin-qizlarimizni rahbarlik lavozimlariga tizimli tayyorlashga qaratilgan rahbar ayollar maktabi dasturimizni ham sarhisobini qilamiz. Внимание руководство государства уделяет этой теме. Сегодня тоже отразилось участие Танзилы Камаловны на сегодняшнем мероприятии. Она сказала прекрасные слова о том, какой прогресс был проделан в последние годы. Мы это тоже можем только подчеркнуть. Поднятие Узбекистана по всем рейнкингам гендерного равенства в последние годы нельзя не отметить. Мы хотим и продолжить это взаимодействие, особенно в отношении государственной гражданской службы. Стратегия 2030, которую мы тоже поддерживали разработку, она предусматривает повышение количества женщин на государственной службе до 40% до 30 года, в том числе и на руководящих должностях. Мы считаем, что этот план надо перевыполнить.
в обязательном порядке. Мы будем делать все, что в наших силах, в том числе поддержка школы женщин-лидеров. Я могу только мотивировать всех женщин, которые находятся на государственной службе, подавать заявки на эту школу женщин-лидеров. Это отличный шанс для продвижения на государственной службе. Мы рады взаимодействию, сотрудничеству с нашими партнерами в этом направлении. Академия государственного управления, Агентство по повышению эффективности государственного управления. Мы за это сотрудничество очень благодарны. Bugungi kunda ta'lim tizimida, ta'lim sohasida umuman ayollarning o'rnini oshirish bo'yicha ayollarni aynan hal qiladigan, qarorlar chiqaradigan lavozimlarga tayinlanishi bu judayam katta islohotlardan hisoblanadi. Aynan bugun ham bo'lib o'tayotgan seminar treningda shu masalalar muhokama qilindi. Shu masalalar bo'yicha o'z fikrlarimizni bildirdik. Maktab ta'limiga qaraydigan bo'lsangiz, ayollar soni salmog'i anchagina, lekin hozir mana yangidan tashkil etilgan kasbiy ta'lim agentligi tizimidagi viloyat hududiy boshqarmalari yoki bo'lmasam o'sha texnikumlarning ham rahbarlari orasida aynan ayollar salmog'ini ko'paytirish bo'yicha tahlillar olib borilmoqda. Kelgusida o'sha aynan shu salohiyatli ayol kadrlarimizni shunday bir hal qiladigan, qaror chiqaradigan joylarga qo'ysak, albatta nafaqat ta'lim tizimida, balki mamlakatimizning ijtimoiy iqtisodiy o'sishida ham bu o'zini ijobiy natijalarini ko'rsatishiga umid qilamiz. Bugungi tadbir asosan qonunchilikda demak gender tengligi siyosatini joriy qilish va uni baholashga bag'ishlangan. Ushbu tadbirda asosiy o'rganilgan demak qarashlar va yondashuvlar bu Germaniya va Latviya tajribasi hisoblanadi. Bizga ma'lum, O'zbekiston Respublikasida gender tengligiga erishish siyosati amalga oshirib kelinmoqda. Gender tengligini ta'minlash bo'yicha 2030-yilgacha strategiya qabul qilingan. Mana shu strategiya doirasida ham demak gender huquqiy ekspertiza, gender audit vositalari joriy qilingan. Shu nuqtai nazardan ushbu tadbir muhim. Yuqoridagi davlatlarning tajribasini o'rgangan holda mana shu tartibga solish ta'sirini baholash nuqtai nazaridan yangi metodlar, usullarni o'rganish juda foydali hisoblanadi. Mana bugun Latviya Germaniya hamkorligida gender tenglik masalasida seminar trening bo'lib o'tyapti. Biz ularni tajribasi bilan almashilib shunday xulosaga keldikki, bugungi kunda O'zbekistonda, ya'ni ayollarimizga berilayotgan e'tibor, ya'ni ularni ilm, ta'lim sohasida ham, hattoki gender tengligi rivojlanishiga hissasini qo'shish maqsadida ularni kasb hunariga o'qitish yoki bo'lmasam deylik oliy ma'lumotli bo'lishdan tashqari magistratura yo'nalishida o'qish uchun barcha imkoniyatlar, shart-sharoitlar yaratib berilganligi, hukumatimiz tomonidan ularni magistraturada kirish kontrakt pullari to'lab berilayotganligi ham bu ayollarimizni gender tenglikka rivojlanishi uchun qo'shilayotgan hissasidan biri hisoblanadi. Shu sababli ham bugungi kunda ayollarimiz shu erkaklarimiz bilan bir qatorda, bir safda barcha jabhalarda, barcha yo'nalishlarda bir xil tenglikda ish faoliyat olib borib kelishmoqda. Hattoki rahbarlik lavozimlarida ham aynan ayollarimiz qaysi yo'nalish bo'lishidan qat'iy nazar bugungi kunda o'z o'rinlarini jamiyatda egallab kelishmoqda. Я руковожу этим проектом уже 1,5 года, и в нашем проекте у нас 4 компонента. Первое — это стратегическое планирование, второе — это HR, развитие персонала, третье — дигитализация, четвертое — это gender equality. И этому наше мероприятие посвящено тому, чтобы меняться опытом немецким, латышским, узбекским насчет того, как внедряются законы по гендерному равноправию. Что не так важно, это важно принять хороший закон, его хорошо разработать, но очень важно и делать мониторинг, как он внедряется. И наши эксперты из Германии будут уже рассказывать о том, как собираются данные, как оценивается, а наши эксперты из Латвии дают свою оценку того, и не только теорию, но практику, как это действует в реальной жизни. И этому посвящены эти 2 дня. Мы 50% теории, 50% практики. Мы надеемся, что всем участникам семинара это будет, во-первых, образовательное, во-вторых, они смогут это внедрить в свою жизнь.